Mana 20 yoshli o'quvchimizim Muharram birinchi zakazlarini tikayotgan ekanlar. Qanaqa bo'ladi taassurotlar Muharram? Juda zo'r. Nech pulga tikmassiz? Ukrainashiniyasi ko'p bo'lgani uchun 800 ming. 800 ming tikish haqqini o'zi. Birinchi zakazlari o'sha mana 800 ming so'mga tikayotgan ekanlar. Qaranglar, qanaqa zo'r ansambl qilib. Buni hali ichida ba'zi vekoniyalari bor. Ukrainalari ham hali tugatilmagan, a? Yo'q, qo'llariga ham tikiladi. Qachon bitadi? Xudo xolasa 5-6 kunda bitib qoladi. 5-6 kunda bitar ekan. Tayyorini ham yana qo'yamiz natijalarini. Bu o'zi yaqiningizgami yo kelishingiz bo'lib kelganmi klientingiz? Bu kursdoshimga. O'zingizni kursdoshingiz. Ko'rib yoqtirib qolib zakazlagan. Ana o'zi birinchi klientlar shunaqa yaqinlardan, tanishlardan bo'lib chiqadi. Keyingilari yana mashhurlar bilan ishlashlar, bundan ham ko'proq pullarga zakazlar tikishni talab qilamiz. Charchamang.